Assalomu alaykum. Uzumga qiziqadiganlar bog'bonlar, qisqacha uzum haqida ma'lumot bermoqchi edim. Kimga shu video manfaatli bo'lsa, xursand bo'lardik. Xo'sh, mana bu tana chiqqan. Tanani uchidan ikkita novda chiqqan, yangi novda. Yangi novdani ikki tomonga men taraganman. Bu voyishni stilda qilingan. Bu abreskamizning nomi Cordon Esperone deyiladi. Ya'ni mana bu yangi navda, 1 yillik navda, eski bo'lyapti. Bundan chiqqan yangi navdalar mana hosil nishoni bergan. Har bir qarishga shunaqa navda qo'yamiz. Bir qarishga bir boshdan uzum qo'yamiz. Bu novda pishgandan keyin 3 ta dona ko'z qo'yib, har yili kesib taylaymiz. Bu kamida 5 yil, 6 yil, 7 yilgacha turadi. Buni kesamiz, yangi chiqadi, almashtiraveramiz. Buning abreskasining nomi Cordon Esperone, Italiyadan paydo bo'lgan. Ya'ni bu usullarni men 12-13 yil oldin italiyalik vinomaster Marco Simoni degan odamdan o'rganganman. Uzumchilik bo'yicha mutaxassis. Yana boshqa kesish turi haqida Xudo xolasa keyingi videolarda chiqaraman. Bu hozircha birinchisi Cordon Esperone kesish turi, ya'ni uzumning abreskasining nomi Cordon Esperone. Mana har bir qarichga bittadan novda qo'yib qolganlarini olib tashlayapman. Hosil nishoni berdi bu yil. Mana shunaqa qo'yilgan mana. Hosili bo'lgani uchun bularni olib tashlamaganman. Hozircha bu yil tursa, keyingi yil har bir qarishga qo'yamiz mana. Bu qo'yilgan navdamiz doimiy turadi. 5 yilmi, 8 yilmi katta zanga aylangandan keyin tagidan kesib taylaymiz, yangi navdani uzun qilib yana bu yerga tortib bo'ylaymiz. Yana shu usul davom etadi. Xudo xolasa birma-bir har videolarda shunaqa kesish turlari haqida gaplashaman. Allohga shukr. Undan ziyod kesish turlarini o'rgandim. Uzumlarni ham xuddi daraxtlardek kesish nomlari bor. Masalan, gilosni aytaylik. Gilosda KGB degan kesish bor. Ya'ni o'sha abreskasining nomi KGB deyiladi. Amerikalik mutaxassis Ling Long kashf qilingan ekan. O'sha odam mutaxassis gilos bo'yicha. Xuddi mevali daraxtlarni abreskasini kesishi nomlari bordek, uzumda ham shunaqa bor. Uzumdagi lekin juda ko'p, 50 dan ziyod abreskalar bor. Har bittasini nomi bor. Sharoitiga qarab, shpalerga boshqa, yertok boshqa. Masalan, yertokda stalba simsiz shunaqa nima bor? Kesish turi bor. Uni ismi alberello deyiladi. Ya'ni ikkita ko'z qo'yib kesib taylanadi. Simpim tortmaydi. Uzum tepada turadi. Yana bittasi bor Guyot ramificato. U ham kesish turi. Yana bittasi bor tendone, pergola. Bular shu yerni sharoitiga qarab shunaqa abreska qilinadi. Masalan, voyishlarda qanaqa? Nimasi boshqacha, uzun qo'yiladi. Bu ham xuddi shudek, mana vodichada boshqacha, shpalerda boshqa, yerda boshqa. Yana bittasi bor doppio capovolto degan kesish turi bor. Abreskaning nomi, uzumning abreskasining nomi doppio capovolto. Uni ham italiyalik vinomaster Marco Simoni degan odam kashf qilingan. Allohga shukr, shu odamdan ancha narsani o'rganganman. Shu usullarni voyishlarda ham o'zimni tajribam uchun video qilib boribman. Bu usulni men o'zi aslida 10 yil oldin ziyod qilganman. Allohga shukr. Ancha bog'bonlarga aytdim. Shu katta dalalarda borgandan keyin shu usulni qilaylik. Anaqa
ekkandan keyin, uzumni ekkandan keyin kesib taylaysiz, yangi novda chiqadi. Yangi novda o'sib ketgandan keyin 3 metr, 4 metr bo'ladi. Agar Cordon Esperone usulida kesmoqchi bo'lsangiz, Cordon Esperone abreskasi bo'yicha kesmoqchi bo'lsangiz, ya'ni shu abreskaning nomi Cordon Esperone. Sharoitga qarab ba'zilar yarim metr qo'yib kesib taylaydi. Stvolni yarim metr qo'yadi. Ba'zi joylarda 40 cm, ba'zi joylarda 70, 80, shu 1 metrgacha qilinadi-da. Uzumni ekkandan keyin, uzumni yerga ekkandan keyin, o'sgandan keyin, novda pishgandan keyin masalan 70 cm yerdan qo'yib kalasidan kesib taylaysiz. Uni uchidan ikkita ragatka novda yangi novda chiqadi. U novdani o'stirasiz. U tramogacha u novdalar bittasi masalan 3,5 metr bo'lsa, bittasi masalan 2,5 metr yo'q 2 metr bo'ladi. Katta dalalarda qilmoqchi bo'lsangiz shpalerga. Har 2 metrga agar eksangiz, ikkita ragatkani, ikkita chiqqan ragatkani 1 metrdan kesib taylaysiz. Ikkita ragatka mana bunisi 1 metr bo'ladi, bunisi ham 1 metr bo'ladi. Shu ikkita 1 metrlik yangi chiqqan novdani, pishgan novdani ikki tomonga tortasiz. T-obrazli stil chiqadi. Unda keyin mana bunaqa ko'k novda chiqqandan keyin har bir qarishga bittadan novda qo'yasiz. Ya'ni bitta novda qo'ysangiz 1 metrga 5 ta dona bo'ladi, 2 metrga 10 dona bo'ladi. Qolganlarini hammasini olib taylaysiz, lekin u razmeri bir xil standart bir vajab bo'lmaydi. Bu tabiatning qonuni, bu daraxt. Bittasi masalan 22 bo'lsa, santimetrda bittasi 20, bittasi 18, bittasi 17, bittasi 23 har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun 5 ta bu yoqqa, 5 ta bu yoqqa qo'yiladi. 100 metr joyga 50 ta dona ko'chat ketadi. Shu ko'chatlarni har 2 metrga ekib, kalasini kesib taylab, ikkitadan ragatka chiqargandan keyin u hammasini ikki tomonga 1 metr bu yoqqa, 1 metr bu yoqqa tortasiz. Tortgandan keyin u novdalar chiqaradi. 100 metr joyga 500 ta dona novda qo'yasiz. 500 ta novda pishgandan keyin o'sha novdalarni ikkita, 3 ta ko'z qo'yib kesib taylaysiz. Bitta muammosi uni ko'mib bo'lmaydi. Turgan yangi qo'yilgan novdayız, pishgan novdayız doimiy turadi. Undan chiqqan yangi novdalarni pishgandan keyin ikkita ko'z qo'yib har yil kesaverasiz. U zang katta bo'lgandan keyin almashtirmoqchi bo'lsangiz, shu tagidan kesib taylaysiz. Yana yangi novda chiqadi. Ikki tomonga boshidan yana boshlaysiz. Cordon Esperone usulida, shu kesish usulida shunaqa. Guyot ramifikatosi bir tomonlama bo'ladi. Yerdan 70 chiqqandan keyin kesib taylaysiz. Undan ikkita novda chiqadi. Bittasini olib taylaysiz. Bittasini G-obrazni bitta tomonga tortasiz. Uni har yili lekin almashtirasiz. Masalan, bitta novda chiqqandan keyin 70 dan keyin 3 dan yana bitta yangi novda chiqadi. Yangi novdani 1 metr, 2 metr, 3 metr bo'lgandan keyin, pishgandan keyin 1 metrni qo'yasiz, qolganini kesib taylaysiz. Bir tomonga bukasiz, G-obrazni bo'ladi. Unda hosilni olgandan keyin o'sha yangi novda eski bo'lgandan keyin bu yilga tagidan kesib taylaysiz, yonidan chiqqan yangi novdani qo'yasiz. U usulni nomi Guyot ramifikato deyiladi. Uni yana bir kesish turi bor, doppio capovolto deyiladi. U ham shpalerida bo'ladi. Cordon Esperone usul ham shpalerda bo'ladi. Doppio capovolto ham shpalerda bo'ladi. Alberello degani yer tokka o'xshaydi. 5 ta dona yangi novda qo'yiladi, tepada turadi. Shu tagi tana bo'ladi. Uni har yili 2 ta 3 ta ko'z qo'yib kesib taylaydi. Uni nomi Alberello deyiladi. Kesishning nomi. Hozir bu yerda yo'q, xudo xolasa bu yil nima qilsak, shularni bitta-bitta ko'rsataman. O'zimni uyimda ham ekkanman. Endi hozir qilgan ishimni ko'rsatyapman. Bu Cordon Esperone. Xudo xolasa tramoda ham ko'rsataman. Tendonasi bor, pergolasi bor, KDK
bir 50 dan ziyod kesish turi bor. Imminoy uzum haqida. Xudo xolasa katta joyga shu ishni nasib bo'lsa, shu usullarni qo'llab dehqonlarga ancha yaxshi ma'lumot bo'ladi deb o'ylayman. Buni etash qilsa ham bo'ladi. Mana bu usulni yerdan 70 dan keyin 1 metr qo'yib, boshqa etash qilib bo'ladi. Unda hosildorlik yuqori bo'ladi, lekin ishi sal ko'payadi. Bu usulda afzallik tomonlari, Cordon Esperone usulda afzallik tomonlari xomtagi, dori xarajati uncha katta bo'lmaydi. O'zimiz usulda har joydan novda ko'p chiqadi, novda ko'p chiqqandan keyin ishi ko'p bo'ladi, sho'r uradi. Shunga ana shu videolar kimga manfaatli bo'lsa, xursand bo'lardik. Mana yaqindan ko'rsatay sizlarga. Mana bunaqa qo'yilib chiqilganman. Bir qarish qo'yib hosil nishonalar bergan bu yerda. Mana hosillari. Xudo xolasa bu birinchi ishim emas. Bir 20 ta, 30 ta, 40 ta joyni men har xil usulda urganman. Har xil kesganman. Har bittasining nomi bor. Faqat voyishlarda usuli boshqacha bo'ladi, etash qilsa ham bo'ladi. Shu voyishda ham 20 xildan ziyod kesish qilsa bo'ladi. Masalan, mana shu voyishsiz bo'lsa, mana bu voyish bo'lsa, mana shunaqa voyish masalan 10 ta, 12 ta shunaqa nimani ichi bo'ladi-ku. Ikkita turbani orasi masalan 3 metr bo'lsa, shu 3 metrlikdan sizda 10 ta bo'lsa 30 metr bo'ladi. Har bittasini har xil kesish mumkin. Masalan, birinchisida siz avatar degan uzumni ekdingiz, boshqacha kesish qilasiz. Ikkinchisida masalan manicure finger, umuman boshqacha kesish qilasiz. Har bittasini nomi bo'ladi kesishni. Shona degan nima bor, kesish turi bor. Bu yerda qo'llasa bo'ladi. Keyin 3 etachilik, 4 etachilik qilish mumkin. Bitta novdani tomgacha chiqarasiz. Masalan, stoykani balandligi 4 metr bo'lsa, u yog'i tomgacha masalan 5 metr bo'lsa 9 metr. Agar 9 metr o'ssa, har xil sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda o'smay qolishi mumkin, tabiatning qonuni bo'lishi mumkin. Ba'zi joyda zo'r o'sgandan keyin shu 3 metrlik joy bo'lsa, shu 3 metrlik ikkita turba bo'lsa, stoyka, shu stoykani o'rtasiga uzumni ekasiz. Uzumni ekkandan keyin shu 2 ta 3 ta ko'z qo'yib kesib taylaysiz. Yangi novda chiqqandan keyin masalan 8,5 metr yo 10 metr o'sdi. Yo 7 metr o'sdi. Deylik 9 metr bo'lsa, 10 metr o'sgan bo'lsa, uchini olib taylaymiz. Uni badanidan chiqqan novdalarni ikki tomonga taraymiz. Har 1 metrga qo'yib. T-образный bo'ladi. Bitta o'rtada katta narsa bo'ladi. Stili anaqa. Koreyskiy stilda qiladigan. O'shandan chiqqan novdalarni ham ikkita ko'z qo'yib kesib taylash mumkin. Xudo xolasa nasib bo'lsa, videolarda men chizgan shu kesish abreskasini ham qo'yib boraman. Nasib bo'lsa, videomiz kimga yoqqan bo'lsa, podpiska tugmasini bosinglar. Xudo xolasa bundan-da zo'r videolar qilishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa katta joylarga borsak, gektorlarga manfaatimiz tegsa